Hammalarga assalomu alaykum futbol muxlislari. Sizlar bilan Mr. Shoh aka. Videoga xush kelibsizlar. Videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'ringlar. Albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Xullas, nihoyat tex tugadi. Mana soat hozir 2:46. Tex 1larda tugadi uzog'i. Va yangiliklar ko'p bo'ldi. Albatta birinchi yangilik bu hozir Tracy Link, ya'ni mana bu keldi. Qaytib is back. Bu qaytishdi bular. 133 kundan keyin qaytdi bular. Albatta bularga ham free berilgan. Mana bu hozir Kahin va missiya mana. Hozir hamma kirganda birinchi javob beradi o'zi. Birinchi javob beradi mana shunaqasi. Menga mashina berdi. Keyin u yog'i mana 3 ta hali ana qilinmagan, ochilmagan hali mana. Bitta ikkinchi talasiz bo'ladi, keyin u yog'i ikkitasini 15-yanvar kuni ikkitasini ochiladi yana. Boshqa yangiliklar. Albatta Xabi Alonso'ning new manager keldi. Bu albatta Xabi Alonso do'stlar. Real Madrid bo'lib keldi. Mana Real Madrid kartasi 83 kun turadi. 750 coinsga bemalol olsanglar bo'ladi. Mana Isco bilan Mariano Diaz'ni berar ekan. 14 anaqa ko'tarishdan 10 ta berar ekan. Xabi Alonso xullas quyi kontur bilan outright stilda o'ynatar ekan. Ball control bilan finishingga berar ekan boosteri. Link up ham bor. Xullas do'stlar. Hall player bilan gol pocherga beradi, menimcha adashmasam Xabi Alonso'ning link upi. Xullas bugun menda oxirgi kun festivalning Kahinni pakidan bemalol hozir bitta ochaman. Keyin menga bemalol tanlab olsam bo'ladi. Mana masalan hozir bitta qolgan, shuni bitta tanlayman. Keyin ochib olaman. Keyin bitta tanlaymiz do'stlar. Agar bitta free ga tushmasa, agar tushmay qolsa mabodo ko'ramiz kim tanlaymiz. Mana bitta shu Treasure linkda free anaqa bor, link kerilgan. Shu free ga mana bu pakdan o'tsanglar bo'ladi. Mana Lutis Mateus, Kellini, keyin mana eng yaxshilardan biri himoyachilik kimga kerak bo'lsa olsa bo'ladi. Roberto Donadoni, Berbatov, Bojan Krikichman degan futbolchi kelibdi. Bu menimcha eng yaxshisi Lothar Mateus bilan Giorgio Chiellini bo'lsa kerak. Albatta bundan ham hozir free bersaga ochamiz bundan ham. Keyingi divizionda mana bizga momentum dribbling bo'lib Jack Grealish kelar ekan. Olsa bo'lar ekan keyingi divizionda. Mana ham hozir ikkita pak turibdi. Mana qancha ochganman. Do'stlar, bu 20 ta ochib qo'ydim. 20 ta ochganman. Bitta ketdi yana. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta ketaveramiz. Va epic yo'q. Epic yo'q. Raul Asensio bilan Bert Leno tushdi. Men highlight tushdi. Ana endi biz buni tanlab olsak bo'ladi do'stlar. Tanlab olsak bo'ladi. Hozir mana biz tanlashgan berdi. Hozir men tanlab olaman. Men o'zim Xabi Alonsoni olmoqchiman. Xabi Alonso menda yo'q. Xabi Alonso olaman. Emas, mana Xabi Alonso bitta olsam bo'ladi. Bu men uchun Xabi Alonso. Xabi Alonso olindi do'stlar. Vamos. Mana o'sha Xabi Alonso. Hozir buni kuchaytirib bitta o'ynab ko'ramiz divizionda. Bitta o'ynab ko'ramiz divizionda. Kuchaytirish kerakmi birinchi? Birinchi max kuchaytiramiz. Keyingilarda albatta to'liq kuchaytirish bo'yicha qo'llanma bor. Shu keyin qo'llab ko'raman shu kuchaytirish bo'yicha. Hozir bizni Xabi Alonso mana lever training qilamiz. Mana boosterlar tiqilayotibdi. Max holatda bemalol kuchaytirsam bo'ladi. Bert Lenoni ham kuchaytirib qo'yamiz. Albatta bu ham kerak bizga. Necha bo'lishi qiziq menga. Albatta bunga ham booster bitta free bitta dona randomli booster bor ekan. Shuni berib ko'ramiz. Agar tushsa, tushmasa mana hozir max holatga kuchaytiramiz. Bu yoqda Bert Leno ham bor.
Bugungi divizionda 1 millionga chiqqanlarga bugun under tanali berilgan. Agar kelmagan bo'lsa, nechi bo'ladi? O'yin qanaqa? Kommentariyga yozib qo'yinglar do'stlar. Menga qiziq, men chunki ololmadim. DMF mana. Kerak emas bu menga. 103 bo'larkan, hozir bo'stirib bersa 104 bo'ladi u yo'q. Alchester mana. Randomly bo'stirib beramiz. Crafted Dwelling. Bu nimaga berar ekan ko'ramiz hozir buni. Bu defensivga berar ekan, tackling, speed va staminaga berar ekan. Menimcha tushmadi-yo. Yaxshi menimcha. No 104 bo'ladi. No bilmadim, menimcha tushmadi. Ahad bersa do'stlar shomollaganman. E'tibor bermaysizlar. Shomollab qo'yganim uchun shunaqa bo'lyapti video. No, mayli. Okay. Low pass bilan lofted pass 97-96 do'stlar. Buni bemalol havodan ham pasdan ham super paslar beradi bu. Xabi Alonso. Ili Kuruli 83, defensive 95, tackling 94, aggressive 92, defensive engagement do'stlar 100. Kicking power 94, udarning kuchi 94 bo'lar ekan tepsa agar. Stamina 96. O'zini bo'stira mana. Ikkita bo'stir aktiv bo'lar ekan. Ticket possession, low pass, defensive va tacklingga berar ekan. Ana o'zining skillari one touch pass, outside curl, penalties. Bu penalties ham bo'lar ekan demak, blocker. U blok ko'plarga blok qo'ysa bo'lar ekan demak, tepotgan blok qo'yib patasa bo'lar ekan. Bu juda zo'r Xabi Alonso chiqqan. Do'stlar, masalan olish agar DMFda undan zo'r o'yinchilar bo'lsa, agar Xabi Alonso bo'lsa, Rebega Zanetti nosinglar bo'ladi. U Lebe turgani bilan Lebega ham tushadi. Rebega ham tushadi Zanetti. Hozir Bertleno bitta qo'y ko'rish qancha necha bo'lar ekan Bertleno. U ham tushdi-ku highlights karta. Hozir kuchaytirdik mana. Qani? Qani mana. Qani? 97 bo'lar ekan. Mana bitta ko'l qo'yamiz hozir. Nima ekan skilli buni? Attacking goalkeeper. Bu oldiga chiqib ketadigan ko'pincha. Attacking goalkeeper shunaqa bo'ladi. Okay, mayli, ko'rib chiqani. 93, 83, 90, 90, 89. Normal bo'ladi. Yomon emas. Leno uchun yomon emas. Hozir men o'ynatib ko'ramiz hozir qo'yib. Sizlarga birinchi bo'lib nimaga mana Treasure linkdan kirganingizda sizlarga qaysi anaqani berdi? Linkni berdi sizlarga. Mana bitta. Hozir. Mashdan menga mana berdi. Sizlarga qaysini berdi do'stlar? Kommentariyga yozib qo'yinglar. Sizlarga full free anaqasini berdimi yoki GP larni berdimi? Albatta kommentariyga yozib qo'yinglar. Hozir bu bilan diviziondan ko'ramiz. 3-divizion 175 ming ranking. Mana 5 ta mag'lubiyat, 2 ta durang, g'alaba yo'q. Chunki internetim shunaqa slabiylik qildi do'stlar. Bu internet bilan yutish juda qiyin edi. Hozir Wi-Fi ga ulaganman, Wi-Fi'daman. Unda xolis qotmaydigan umiddaman. Hozir o'yinim ancha pasaygan. Divizionda o'ynamay qo'ydim. Chunki hozir hamma divizionda Treasure linkni olmoqchi hamma olish harakatida bo'lgani uchun hamma 3201, 3250, 3290 hammasi kuchlilar tushyapti hozir. Hamma kuchlilar 3200 dan past tushmayapti menga. Balki hozir tushib qolar. Mana ko'rdinglar do'stlar, 3200 tushmayapti, 3200 dan past tushmayapti menga. Hamma 3214, hamma balandlar tushyapti menga. Buni qanaqa yutish mumkin? Albatta harakat qilib yutsa bo'ladi. Oson emas, amallasa bo'ladigan narsa. Mana Dinhausen, Araujo, Garcia, Maldini, Richard, Rijkaard, Pure second strikerda Blitzkrieg menimcha Zico, Forlan bilan Bell. Oson emas. Hozir link up bo'lsa bo'larmikan? Link up bo'lsa bo'lar ekan mana. Link up bo'lamiz hozir. Nunesga. Ketdi do'stlar. Menimcha hammasi joyida. Neymar bunga qo'yamiz. Himoyada Saliba, Marquinhos va gol. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Kommentariy yozib qo'yinglar. Agar kanalda xato bo'lsa kommentariy yozib qo'yinglar. Albatta keyingi videolarda xolos to'g'rilayman. Putif chiqdi. Putif pakka free ham olganim yo'q. Ochganim ham yo'q Putifni. Chunki juda slabiy o'yinchilar chiqqan. Reytinglar juda slabiy. Juda slabiy chiqqan. Eng balani 100 yoki 100 dan baland bo'lmasa kerak. Desire Doué bor. Yaxshirog'i. Qolgan hammasi qo'pol bo'lishi mumkin. Bot hammasi bot bo'lib chiqqan. Reytinglari o'yin emas, reytinglari.
statistikalar ham yomon chiqqan. Chunki men umuman ochmani Potifga sizlarga ham maslahat beraman. No, agar yaxshi ko'rgan o'yinchilar bo'lsa, ochishinglar mumkin. Real o'yinchilar, Real muxlislari ochishi mumkin Gonzalo Garsiyaga. Men ochmadim lekin. Xullas video do'stlar, o'yin boshlandi. Qarang. Xabi Alonso sinab ko'ramiz. Xabi Alonso o'tmadi. Voy. Qaranglar. Nima bu himoya? Nima bu himoya? Ha, do'stlar. 8-yanvar bugun 5-2 versiya yangilanish keldi eFootballda. Shunga yarasha Xabi Alonso umuman paslarga o'xshamayapti, pas bera olmayapman. Qanaqa Tijani Rangers yaxshi. Xudo xohlasa buni yutsak ko'ramiz unda nima bergan ekan tezlikda. Agar full free bergan bo'lsa, uni olamizda. O'sha videoda shuni ochib olamiz do'stlar. Sezib qoldi Tvar. William Saliba. Ikkinchi qavatda Neymar, Nunezdan oldirib, kopdan oldirib qo'ydi Dabba. Mana Thibaut Courtois. Nunezga beramiz. Xabi Alonso ko'p yopishyapti do'stlar, chunki Xabi Alonso bilsa-da shu qanaqa o'ynashimni. Mana. Oddiy gol urkityapti bular, qaranglar do'stlar. Oddiy urkityapti. Himoya bilmayman qaqqaryapti. Xabi Alonso kesincha jigar Xabi Alonso. U yoqqa men Xabi Alonsoga bermoqchi edim. Mana qani sinab ko'rilicha. Neymar ketib qoldi kopda. Tijani Rangers. Tepishga berganda edi hozir. Ketdi mana Blitzkrieg. Olise, Blitzkrieg. Nikolas tepmaymiz, albatta bitta fint qilib, endi tepamiz. Va gol. Oy. Nikolas de la Cruz super zarba. Kicking power nechi ekan buni? Ular cho'da slabga ketdi. Tez uchmadi. Voy, chishdi. Nima bu? Qanaqa kimga pas ber? Mana qaranglar. Voy, onasini yemsa, umuman o'yin o'xshamayapti. Men o'zi gameplay ancha o'ynaganimga qo'lim chiqib ketibdi ancha. Fintan qilmayapti. Antena ham zo'rg'a ikkita uchta chiqyapti. Qo'yani ketdi mana o'sha. Xabi Alonso. Bilat. Nima bu antena? O'yin juda og'ir bo'lyapti. Juda og'ir ketyapti o'rtoqlar o'yin. Kimga qarang? Kimga pas berasiz? Umuman kutmagan odamga pas beryapti bu Dabba. Pas ber. Kimga beryapsan? Olisega beramiz. Olisega o'tganda Blitzkrieg qilib buchaga mixlab qo'yardim. Xabi Alonsoga shunaqa sinab ko'ramiz endi. Xabi Alonso olganimizdan keyin o'ynatib ko'ramiz albatta. Tijani Rangers, Saliba. Neymar. Tep ko'ramiz. Endi yo'q, qiziq yo'q, chunki yutqizishimiz tobora aniqlashyapti. Shuning uchun bemalol qolgancha o'ynaveramiz. Farqi yo'q. Yutqizsa ham ko'p ochko olmaydi. Olsa 10-15 ochko oladi. Men prosta Xabi Alonsoni sinab ko'rmoqchiman. Paslarga o'xshaymikan deb. U divizionda yutishmasini qiziq emas. Prosta Xabi Alonsoni sinab ko'rmoqchiman. Paslar qanaqa udarga berishmayapti. Chunki juda kuchli raqib 3214. Ko'rasiz, hujumda Gareth Bale 107, Forlan udarib, Kiki Power vafshi zo'r. O'shanga yarasha albatta o'ynab ko'ramiz yaxshi. O'yin ko'rasizlar, umuman o'xshamayapti. Dinhausen, qaqqa kelyapsan. Yaxshi Kimmich. Darwin Nunez Rangers. Onajoning rozi qil. Ketdi mana. Oy, Darwin Nunez. Qanaqa ura olmadim men buchak tetdim-ku buni Darwin Nunez bo'yicha.
Mana bu Xabi Alonso просто super pas berdi, lofted pas, super pas. Shikkalat pas berdi lekin. Darvin urolmadi-da. Lekin maksimal urishga tepuvdim men lekin. Lekin Tijani Rangers Xabi Alonso do'stlar, Xabi Alonso gol urdi. Ikkinchi qavatda ham yaxshi o'ynarkan Xabi Alonso. Oy, Xabi Alonso juda yaxshi o'ynayapti. Sizlarga maslahat beraman Xabi Alonsoni olish do'stlar. Mana ketdi yana Xabi Alonso deb. Hali Nunes ochilmagandi chunki. Oqlab berardim. Bitta hujum yoqamiz. Do'stlar, ahamiyat bermay shamollaganman. Shuning uchun burnim ko'p shamollayapti. Shuning uchun ahamiyat bermaysizlar shamollashimga. Ketdimi Darwin? Bitta orqaga olamiz. Ay, mana Maldinida kelib qoldi. O'tganda уже bermasdi, beraverardim. Rangersga hujumga chiquvdi. Nima qildi? Dela Cruz. Ber. Ochil o'zing. Ochil. Dean Housen. Yaxshi, paka yaxshi demoqchidim. Mana chishdi yana. Himoyaga beramiz. Bartalga beramiz. Tep boramiz. Clear bosamiz chunki ikkinchi qavatda Nikolas Vapshe bo'yi pas. Yana super pas Dean Housen. Oy, Dean Housen. Xabi Alonso ko'p o'tmadi. Dean Housen Martaga beramiz. Ikkinchi qavatda Michael Olise bu tomondan olib qo'yadi chunki bo'sh turibdi, ko'rdim men buni. Mana shoshib qo'ydim, shoshdim. Shoshilib qo'ydim do'stlar. Himoyaga qayt. Saliba, William Saliba. Hozir bitta hisob bo'lsa, odamlar almashaverardi futbolchilar. Chunki charchashdi ko'pi. Paslar bosib qo'yamiz. Hozir boshlanganda kerak bo'ladi. Xabi Alonso, William Saliba, Dela Cruz, Dean Housen ketdi mana. Va kimga? Pauza ham bo'lmayapti. Yaxshi rejani. Voy, tezroq bergan. Ber, qoch Darwin. Albatta beramiz. O'ziga qaytaramiz. Bu yoqqa beramiz. Onajoningni sani. O'tmadi Darwin Nunes pasi. Lekin Xabi Alonso juda yaxshi o'ynadi do'stlar. Bitta gol urdi va paslar super paslar beryapti. Ko'rasizlar do'stlar. Eng yaxshi o'yinchi albatta ularda Gareth Bale, bizda esa Xabi Alonso 7 ochko bilan. Yomon emas, Xabi Alonso ko'ramiz qanaqa free berar ekan. Unda qanaqa free bor ekan. Amma ko'rasizlar GP tushdi bunga. Mayli, yana bitta o'yindan ko'ramiz. Yana ko'rsa mana 10 ochko pashdi, 9 ochko oldi. Ko'p olmayapti, shuning uchun bemalol o'ynab ko'rsanglar bo'ladi. Anaqa oldingi safarga o'xshab 35, 40 ochko olmayapti. Bu proses bosh bo'lgani uchun, men birinchisi bo'lgani uchun menimcha pasovotdi reytinglarni yutqizdi ham. Video ozgina uzoqroq bo'ladi, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Shamollaganman chunki burnim oqyapti. Shu holatda xudo xohlasa sizlar uchun video olaman do'stlar, shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Mana qaranglar mana. Voy, raqibi ko'rasizlar do'stlar. 3272. Qanaqa reytingli futbolchi komanda bu, men qaranglar. Va Nikolas Pedri tushadi bizda. Ikkinchi qavatda Robert uncha qocha olmaydi. Ronaldo tushiramiz. Raqibi qaranglar do'stlar. Raqibi bitta ko'ringlar mana. Buni tarkiblar qanaqa buni yutish mumkin? Qanaqa 372 bizlarnikini qarang. 346 oddiy o'yinchilar. Yaxshi. Mayli bosamiz. Link up ulamadik. Xabi Alonso Ronaldoga ketdi, ulab qo'yamiz. Endi xudo xohlasa buni yutsak ko'ramiz qanday bo'lar ekan. Qancha ochko berar ekan yutsa agar.
Sho'ng'igan qo'limda ham sizlar uchun video olaman. Do'stlar uchun video olaman. Shuning uchun videoga like bosib, kommentariyga qanaqa xato bo'lsa yozib qo'yinglar. Xatoyim bo'lsa kanalga obuna qo'yish esdan chiqmasin. Xabi Alonso Messi deb qo'yibdi nikini. Bizlarga O'zbekiston, Olg'a O'zbekiston deb qo'yadi. Na qora raqib chiqib ketdimi? Yo'q. Ketdi unda. Da xolos yutamiz buni ham. Kim yo'qdan yaxshi? Olise, Ronaldo. Xabi Alonso yaxshi. Messi qirq ketib qolding. Ha, tepada gol bo'ladi buniki. Ketdi Ronaldo. U xodim emasam bo'lar ekan demashdan. Ko'p xato qilman paslar berishdi. Men juda ko'p xato qilman pas berishdi. Bu ham tep boradi. Nima qiladi boshqa? Voy! Nima qildi Marquinhos? Mana qaranglar do'stlar mana. Men Vartaga berdim pas. Nima qildi? Turdi joyida. Nima qildi Marquinhos? Uf. Вообще-de. Yo'qdan gol olib kelyapti mana. Marquinhos boru. Yaxshi Pedri. Ikkinchi qavatda Krish. Bullet Haydar va Krishdan oldi Bullet Haydar emas, просто Haydar skill'i berilgan. Ikkinchi qavatda yaxshi o'ynaydi. Ularga ancha yaxshi, ikkinchi qavatda yaxshi o'ynadi. Voy, men menga berdim-ku, Xabi Alonsoga. Xabi Alonsoga berdim men. Paslarni yaxshi boshdan ketib qo'yapti-da. Qaqa ketyapsan. Mana xil penalti. Asabiga tegadi. Neymar bo'lsang o'zingga o'zi fint qilib bir bola qilmoqchi. Ursa penaltini ursan, boshqa qilib urarding. O'li Kurtuva bilet. Asabimga tegadi bilet. Uzoqlashtirib olib qopti, va shu uzoq ketib qoldi. Pedri ololmadi. Faqat tepa ekan, tushib qolsa gol urar ekan, tushmasa gol urmas ekan. Tepa ekan, tushmadi ekan endi. Messi ham o'l yeta olmasdan shu qopda uka. Yaxshi. Qaqa ketib qoldi. Вообще bilmayman o'yinchilar, nol o'yinchilar. Kayfiyati yo'qmi bilmayman. Hammasi orqaga ketib qoldi. Oldinga yugurmayapti. Yaxshi Tibo. Ketdi mana qarshi hujumda. O, Ronaldo ochildi. Ronaldoga. Kimga berding Olise? Nima qildi men dabba? Oldirib qo'ysa hozir amri yeydi. Tepishib bosuvdim, adashib ketdim, tepish bosaman deb. Вообще adasholmanda, shoshib qolman, вообще shosholman. Ya Robertson bor himoyada. Tep boradi. Tushdi. Mayli. Akkaunt ko'rdinglar, uni akkaunti, raqib akkaunti, вообще kuchli akkaunti. Shu akkaunt bilan shunaqa o'ynayman. Boshqasiga o'ynab bo'lmaydi bu akkaunt bilan. Pas bilan o'ynayman, yugurib yetib oladi bular.
Skill'lari ham kuchli-da. Tep, pas ber. O'la, qaqaverasizsan. Tep qoldi bashingga. Qaq. Voy, nima qildi? Tep olmaydimi? Din Hausen. Meni maqlamoqchi edim. Tep olmaydimi, do'stlar? Aytaman, faqat tep borar ekan. Yetolsa yetib oldi. Yetib olmasa omad kelmadi deb qo'yar ekan. Ketdi orqaga. Habib Alonsoga. Habib qochishini qarang do'stlar mana. Ko'rdingizmi? Yomon qotyapti mana. Mana. Na kopto bo'ladi bundan qotayotgan payt. Mana deganlar qotgan payt shunaqa o'ynaydi. Undan o'zi o'ynay olmaydi. Qaranglar mana qochishini. Mana. Nima bu mana? Qaranglar. Nima bu? Qotish. Ash qotmasa asabim chiqmay, asabim yomon chiqadi mana shu qotsa boru. Zo'r skilli bor hozir. Qaranglar. Voy, beqi tepadi deb o'yladim. Voy, onasini ham seni chaqirtib qo'ydi. Beqi tepdi, so'chara. Beqi tepadi deb o'yladim. Voy, Robertsondan qanaqa pas. Ketdi mana. Ronaldoga. Nima qilyapti Ronaldo? Ne oldiga bormayapti hujumga. Oldiga borsa bo'lardi. Men oldiga pas beruvdim, orqaga ketib qolibdi Ronaldo. Gameplay 0 do'stlar, 0 gameplay. Shu ham gameplaymi? Bunaqa internetda gameplay bo'ladimi? Ochil Ronaldo endi. Nihoyat ochiladi. Qaranglar. Men shunaqa chopadigan, shunaqa yomon ko'raman. O'yinni harom o'yin qiladi-da bular. Yomon harom o'yin qiladi. Shtraf ham bilmay qaqilab ketdi. Tepolmadim shtrafi ham. Olay oyoqqa qalay dabba. Qaranglar, tep borot, bila zaybal. Asabim chiqadi bunaqadan keyin. Qarang. Pastga tekadi bunda. Shuni ham olamasan Ronaldo. Qanaqa ololmasligi mumkin? Qanaqa qilib ololmasligi mumkin? Habib Alonso shunaqa zo'r pas beryapti, bir qocha olmayapti nima bilan? Qochgandan to'p ola olmayapti. Qaranglar. Nima qilyapti Marquinhos? Nima bu Marquinhos? Вообще уже ikkinchi xatosiga ketdi Marquinhos, qaranglar mana. Уже ikkinchi xatoga ketdi Marquinhos bitta o'yinda. O'lib ket bilay. Mana bo'lsa buni albatta videoga qo'yaman bunaqa o'yinni. Men unaqa yomon o'ynasam qo'ymasdan qo'ymayman. Yomon o'ynasam, yaxshi o'ynasam albatta hammasini qo'yaman. Mana qaranglar. Qanaqa penalti emas bu? Playing game. Faqat shunaqa akkauntga tushyapti. Menda 3200 tushyapti faqat. 3200 baland tushyapti, 3200 past tushmayapti. Umuman hammasi pizdes o'yinchilar tushyapti menga raqiblar. Skill nima qilaman? Ular do'stlar, hammaga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganlarga hammaga rahmat. Sizlar bilan Mr. Shoq aka. Keyingi videoda ko'rishguncha.
Sog' bo'lasizlar.